amerikanskiy meshitda Amerika ulusi bepul ta'lim birinchi xil sabab tufayli tashrif buyuradi. Odamlarni tenglikka harakat qiladi. Menda qiyinchiliklar bo'lgan. Halo, men Alixonov Mirzo-Ulug'bek. O'zbekistondan Germaniya sari kanalining asoschilaridan biri bo'laman. Germaniya ko'chib o'tish jarayonida men o'tganman va menda qiyinchiliklar bo'lgan va qiziqarli voqealar ham bo'lgan. Buni esa men bo'lishmoqchiman. Maqsadim sizga Germaniya ko'chib o'tish jarayonida yordam berishdir. Hech o'ylab ko'rganmisiz, nima uchun aynan Germaniya? Germaniya iqtisodiy va siyosiy sifatdan eng qudratli davlatlardan biri sanaladi. Germaniya o'zining avtomobillari, texnologiyalari, muhandisliklari bilan mashhurdir. Germaniya shuningdek o'zining madaniy merosi va bepul ta'lim sifati bilan yetakchi o'rinda turadi. Germaniya o'zi qanaqa davlat? Germaniya sotsial davlat bo'lib, bo'ylarni unchalik yaxshi ko'rmaydi. Buni Germaniyada yashab kelayotgan qarindoshlaringiz, tanishlaringizdan so'rab olishingiz mumkin. Germaniya sotsial-ijtimoiy odamlarni tenglikka harakat qiladigan davlat. Ya'ni qancha ko'p pul topsangiz, shuncha soliqlar ko'proq bo'ladi. Buni даже Germaniyada yashab keladigan odamlar, ya'ni nemislar aytib o'tadi. Ya'ni ular chet mamlakatlarga ko'chib o'tishga harakat qiladi va buni bajaradi. Amerika bilan Germaniyaning farqi shundaki, amerikanskiy meshitda Amerika ulusi Amerikada bo'yib ketaman. Afsuski emas. Amerikada soliqlar past. Yaxta pulni zichlab topishingiz mumkin, lekin bu yerda Germaniyada siz soliqlar katta tufayli tez bo'yib ketmaysiz va bo'yib ham bo'la olmaysiz. Uyga borib qasr quraman deganda gapga ancha vaqt va pul kerak. Lekin Germaniya umuman tushunib bo'lmaydi. Germaniya tashrif buyuruvchilar asosan bir necha xil uslub tufayli, ya'ni bir necha xil sabab tufayli tashrif buyuradi. Ishlash uchun, o'qish uchun, hayotini yaxshilash uchun va sayohat uchun. Germaniyaga borish yoki ko'chib o'tishdan qiziqsangiz, bu yo'lda bizlar sizga foydali maslahatlarimiz bilan yordam beramiz. Kanalimizga obuna bo'ling, kommentariyada nimalar qiziq bo'lsa yozib o'ting va boshqa narsalar. Keyingi videogacha ko'rishguncha. Auf Wiedersehen.